Assalomu alaykum. Biz uzoqda yaqindan kuzatib boryapmiz aziz obunachilar. Navbatdagi darvozamizni qurbonlashtirib bo'ldik. Bu darvozamizni Farg'ona viloyati Bag'dod tumani Juvalanchi qishlog'iga qurbonlashtirdik. Akmaljon akamning xonadonlariga. Xudo xolasa ishlarimizni o'tishga adden ishiga qurbonlashtirib berdik. O'tishkalarimiz chiroyli chiqdi. Nazarlikdan qo'ldan kelgancha chiroyli qurbonlashtirib berdik. Darvozamiz fasoni kartali fasonda bo'ldi. Materiallarni sizlarga tanishtirib o'tsak, listlarimiz leksiyani qora qalin listdan bo'ldi. Rama profillarimiz 6 ga 4, 1 7 stena. Stoykalarimiz 8 ga 8, 2,5 stena bo'ldi. Taglari 8 ga 5lik devor bo'ldi. Kraskalarimiz devor 2 galishni kraskani sepildik. Taglariga bu topilgan tekstillanib. Zamoqlarimiz xolasa hozircha bunda qo'yilib turgan yaxshi zamoqlardan. Xudo xolasa ancha xizmat beradi. Orqa ko'rinishlari xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Shamlarimiz pachinlikli shamlar qo'yib beramiz. Ochib yopishda qiyinchilik bo'lmaydi xudo xolasa. Yo'q. Darvozamiz razmeri eniga 350, balandligi 385 razmerda bo'ldi. O'tishkalarimiz 40 ga 120. Adden eshigimiz 98 ga 210 bo'ldi. Darvozamiz, eshigimiz, panjaralarimiz jami summasi 14,500,000 so'mga dastavkalarni kelib o'rnashyapti. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga mana aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab kelishgan narxlarda chiroyli tayyorlab beramiz. Qolishimiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosishni unutmaysizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.